birodar bekor qolgan bo'lsang, shart o'rningdan turda namoz o'qi. Tasbih ayt, istig'for ayt, takbir ayt, zikr bilan mashg'ul bo'l, kitob o'qi. Yoz, uyingni, xonangni tartibga keltir, kimgadir foydang tegsin, bekorchilikni o'ldir. Qaraginda, uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. Ikkita mardikor olib kelsam, 1000 so'mdan bersam, огород chopib, tekis ayat olib beradi. O'zi 1000 yo'q o'zi. O'zi xemiri yo'q. Qaraginda, uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. O tomda ichiga chiqqanda tartibga keltirish kerak. Parvaringga tushganda, u ham shu tartib kerak bo'ladi. Ko'changdagi ariq, eshiging tagidagi ariq tozami? Daraxtlaring sen o'zing xohlagandek chiroyli suratdami? Birodarlar, musulmon odam bekorchi bo'lishi mumkin emas. O'tirmaysizmi, dada, sizga nima deysiz? Yo'q, u mehnat qilib o'rgangan, mehnat bilan o'zini tirik his qiladi, mehnat bilan o'zini baxtli his qiladi. O'shuning uchun ketvonda olib sekin daraxtlarni tayin chopayotgan, agar